Друзья Рекордс, мелодия в сердце, звук наших душ в каждом аккорде. Друзья Рекордс. Рекордс. Друзья! Друзья Рекордс. Assalomu alaykum aziz tomoshabin do'stlar, Друзья Рекордс yana sizning xonadoningizda. Приветствуем вас, друзья! Музыка бывает разная, а есть треки, которые создают ощущение праздника, где бы вы ни находились. У нас сегодня в гостях артисты, которые умеют быть зажигательными и невероятно душевными. Albatta. Bugungi mehmonlarimiz xalqimizning sevimli guruhi Vio Marakani taklif qilganmiz azizlar. Demak biz boshladik. Aladdin va Malikam budur, afsonaviy sevgidur. Badiiy, ijodiy Shahrizoda. Amoni balki zamirda asli, sababi samimiy sevgi. O'g'ri bola daydi, umri ko'chadaydi. Shamchiroqdan chiqdi jin, bu cho'pchakmachin aytish qiyin. Xullas kalom endi Bag'dodda olovida xo'jayin. Bag'dodda har oqshomda ertak aytar Shahrizoda. Malika budur va Oloviddin sehrli afsona. Oloviddin shamchirog'i, Oloviddin shamchirog'i, Oloviddin shamchirog'i, ichida bor katta jon. Oshiqlarni ko'nglida yangrar ohu nolalar. Niyati, orzusi shu xumor qora ko'zlar. Onsora yoqimli, hijroni alamli, sababi samimiy sevgi. O'g'ri bola daydi, umri ko'chadaydi. Shamchiroqdan chiqdi jin, bu cho'pchakmachin aytish qiyin. Xullas kalom endi Bag'dodda olovida xo'jayin. Bag'dodda har oqshomda ertak aytar Shahrizoda. Malika budur va Oloviddin sehrli afsona. Oloviddin shamchirog'i, Oloviddin shamchirog'i, Oloviddin shamchirog'i, ichida bor katta jon. Har oqshomda ertak aytar Shahrizoda. Malika budur va Oloviddin sehrli afsona. Oloviddin shamchirog'i, Oloviddin shamchirog'i, Oloviddin shamchirog'i, ichida bor katta jon. Estradamizning sevimli guruhi Vio Marakani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Najboy yaxshimisiz, Azizxon yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Rahmat. Druзья Records'ga sizlarni ko'rib turgandan juda ham xursandmiz. Men ham xursandman. Va nihoyat Va nihoyat. Anchadan beri kelamiz deymiz, lekin hech vaqt topa olmadik. Lekin nasib qilgan ekan shu kunga. Xursandmiz. Очень приятно, потому что это говорит о вашей востребованности. Поэтому приходится ловить время, чтобы вы пришли к нам в студию. Albatta. Rashid xush kelibsizlar yana bir bor. Mana hozir Vio Marakanida nima yangiliklar ko'rib turamiz ijtimoiy tarmoqlarda. Juda ham ko'p yangiliklar, ko'p yangi ijodlar, kliplar. Shu haqida endi bayram muxlislaringizga qiziq. Mana Azizaxon Yengillikni o'zi mana Azizaxonni o'zi. Bularda ham gap ko'pdir. O'shaning uchun ikki og'iz o'zingizlar muxlislarga qiziq baribir ham Vio Marakan haqida yangilikni bilishsa. Avvalambor assalomu alaykum azizlar, Druзья Records ko'rsatuv muxlislari. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Yangilik keladigan bo'lsak,
Hozir yangilik juda ham ko'p, yangi ashulalar, yangi ijod va albatta hozirgi paytga zamonga qarab internet rivojlanib ketyapti yoki to'g'ri. shu internetga qarab, yoshlarga qarab shu intilish xuddi shunaqa bo'ldi. Orqada qolib ketish kerak emas ekan. Orqada qolib ketsangiz, yo hozir internetda, Instagram sahifalarida har xil piarlar, misol uchun shunaqa narsa rivojlanib ketyapti. Hozir endi Piyola ham qilyapsizmi hozir? piar ham qilib turibmiz. To'g'ri, Ayzaxon piarlar qilyaptilar. Roliklar olib, ha, yaxshi. O'shanga Xudo xolasa endi niyatimiz bu yil yaxshi chiroyli konsertlar berishmi, bir qanaqa bir maqsadlar juda ham katta. Faqat uni amalga oshirish kerak-da. Ha. Birgalikda Xudo xolasa. Albatta, Rashman shu guruhda baribir ham mana Ayzaxon 1 yildan oshdi, o'sha bu guruhga qo'shilganlariga qanaqa bo'lildi bu guruhda? Ayzaxonni qanaqa bir qabul qilishdi. Qabul qilishdi va qanaqa sizlar o'sha Viya Marakanga taklif qildinglar? Bundan oldingi qizimiz menimcha o'zlari o'sha shaxsiy ishlari bilan, hayotlari bilan ketib, shu haqida endi bari muxlislarimizga qiziq Ayzaxon qanday? Endi shu Viya Marakanda har bitta qiz o'zini baxtini topib ketadi. Albatta, shu guruhga kelsa har bir qiz baxtini topib ketadi. Bir tomonlama xursand ham bo'lasiz. Mana endi har biri albatta baxtli bo'lsa, baxtli bo'lsa, baribir turmushga chiqish kerak qachondir. Men endi hozir Ayzaxon hali beri chiqmayman deyaptilar. Va'da berdilar. Rash yuradi, lekin anaqa ana shu yerda ko'pchilik o'zi bularni ham chiqib ketdi deb o'yladilar, lekin bular shu yerdalar hozirchalik, lekin va'da berganlar ham. Endi bularning kelishlari bir qiziq ham bo'ldi-da, biz to'satdan endi narigi sherigim shu nashru marosimi bo'lib chiqish kerak bo'lib qoldi, keyin chiqib ketganlaridan keyin Ayzaxonni Instagramdan qidirdim, endi qiyin bo'ladi, topamiz, konsertlar bor, xizmatlar bor. Shunaqa bo'lib qoldi, shu Instagramda bitta yozganimda ko'rishinglar dedim. Iltimos qildim bularga, ko'rishib gaplashib, yo'q, shunaqa anaqa bo'ldiki, yaxshi kelishib oldik. Bir pasda shu bir kun ichida ertasiga ham xizmatga ham chiqib ketdilar-da. Yaxshi. Uchimchaga bor, qo'shiq yoz, sразу. Ashulani yozib. O'ta tug'ilgan kunim bo'lyapti-da, men sahnadaman bular bilan birga. Смотрите, какие Bular знаки, men o'sha makiyajlarda, obrazlarda borman, bular hayron-da. Shunaqa vulgar kiyim kiyganlar. Tug'ilgan kun sahnaniki boshqa, tug'ilgan. Aynoman bu qiz to'yga shunaqa bilmaganman-da, endi tug'ilgan kun shunaqa ochilib, dahshat bu qiz dedim, niyati anaqa ekan desam, agasi bilan tug'ilgan kun ekan-da. Ayzaxon Rashid yozganlarida xursand bo'ldingizmi? Viya Maraka endi baribir ham xalqimizning sevimli guruhlaridan. Endi bu qanaqa sizga taassurot bo'ldi bu narsa? Xursand bo'ldim. Albatta, birinchi bulardan oldin administratorimiz yozgandilar. Endi o'zlari yozdilar, keyin o'zlari bilan gaplashib bular yozyaptilar-da. Ko'rishib olishimiz kerak. Bugun ko'rishamiz dedi. Ertaga ko'rsak bo'lmaydi. Yo'q, bugun ko'rishamiz deyaptilar-da. Yo'q, yaxshi, xursand bo'lganman. Oldin ham taklif berishgan edi, xursand bo'lganman, lekin oldin ba'zi bir sabablarga ko'ra tayyor emasdim. O'qishlar bor edi. Endi o'qishni bitirganimda joyida keldilar. Demak, biz bersinib biz boshlaymiz, Ruzaga kirsa, keyin davom ettiramiz. Bemalol shu sizlar sevgan qo'shuv bilan bir yoshlikni ham eslatadigan qo'shiqlarni ham aytib o'tib ketamiz. Marhamat. Viya Maraka. Meni sevmasa kerak uyga kelmaganidan sezaman, bilaman. Yoki boshqa bittasini topib olgan, bilaman. Nega seni xayolingda men boshqa bilan yuraman. Ay jonim, nima kerak, orzungda nima bor? Gapir. Menga bitta mashina kerak, qo'shnilarga maqtanishim kerak. Hammasida Captiva mashina bor. Pap. Yana senga kabriolet kerak, jabomasa Mercedes kerak. Hammaga ko'z qilish kerak. Oligarx bo'lish uchun million kerak, mashina olish uchun million kerak, million topish uchun ishlash kerak, mehnat kerak, o'qish kerak. Millionlar kerak, millionlar kerak, 1 million. Millionlar kerak, millionlar kerak, 1 million. Nega va'da berasiz, bermaysiz, ku bilaman. Menga faqat siz kerak, doim yonimda bo'ling, bas sevaman. Jonim, meni aqlligim doim meni tushunishing bilaman. Sezaman. Ay
jonim nima kerak orzungda nima bor gapir Menga bitta mashina kerak, qo'shnilarga maqtanishim kerak. Hammasida Captiva mashina bor. Pap. yana senga kabriolet kerak jab bo'lmasa Mercedes kerak hammaga ko'z qilish kerak Oligarx bo'lish uchun million kerak, mashina olish uchun million kerak, million topish uchun ishlash kerak, mehnat kerak, o'qish kerak. Millionlar kerak, millionlar kerak, 1 million. Millionlar kerak, millionlar kerak, 1 million. Fikrlari o'zicha antiqa. yaxshi ko'rgan qo'shiqlarida orzu qilgan sevgisi bor milliy bog' metro bekati takror aylanadi erta kech o'sha tanish musiqa naqoratida bitta go'zal qizning ismi lekin o'sha bitta qiz hamma qizlar ichida go'zallikda yagona o malika aylanadi erta kech o'sha tanish musiqa naqoratida bitta go'zal qizning ismi lekin o'sha bitta qiz hamma qizlar ichida go'zallikda yagona ha ismi malika o malika o malika o malika malikam meni Qo'sh ko'zlari shiringina, nozlari yashiringina, sevgan joyi kutubxona, yaxshi o'qiydi malika. yaxshi ko'rgan romanlarida hayolparast shahzoda bor milliy bog' metro bekati shu qizni eslatar takror aylanadi erta kech o'sha tanish musiqa naqoratida bitta go'zal qizning ismi lekin o'sha bitta qiz hamma qizlar ichida go'zallikda yagona o malika aylanadi erta kech o'sha tanish musiqa naqoratida bitta go'zal qizning ismi lekin o'sha bitta qiz hamma qizlar ichida go'zallikda yagona ha ismi malika o malika o malika o malika malikam meni aylanadi erta kech o'sha tanish musiqa naqoratida bitta go'zal qizning ismi lekin o'sha bitta qiz hamma qizlar ichida go'zallikda yagona o malika aylanadi erta kech o'sha tanish musiqa naqoratida bitta go'zal qizning ismi lekin o'sha bitta qiz hamma qizlar ichida go'zallikda yagona ha ismi malika o malika o malika o malika malikam meni bulutlardan xafaman ko'chamizga kevogan yumburlaydi ovozi qovog'ini uyvogan Shamollardan xafaman, ko'chamizni jam qildi.
demoqchi edim, kayfiyatim yo'qida. Yomg'ir yog'may tur, ozgina shoshmay tur. Yorim yoniga yetib olay, yomg'ir yog'may tur. La la lay, la la lay, la la lay. La la lay, la la lay, la la lay. La la lay, la la lay, la la lay. Yomg'ir yog'may tur. La la lay, la la lay, la la lay. La la lay, la la lay, la la lay. La la lay, la la lay, la la lay. Yomg'ir shoshmay tur. Ko'zini sarg'aygan xazon barglarida qizg'onaman go'zal yuzingni. Yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham mayli, sevaveraman jonim o'zingni. Nega kelmayapti ekan, yomg'irda qoldimikan, xavotirlarda qoldim, meni ham o'ylarmikan. Yomg'ir yog'may tur, ozgina shoshmay tur. Yorim yoniga yetib olay, yomg'ir yog'may tur. La la lay, la la lay, la la lay. La la lay, la la lay, la la lay. La la lay, la la lay, la la lay. Yomg'ir yog'may tur. La la lay, la la lay, la la lay. La la lay, la la lay, la la lay. La la lay, la la lay, la la lay. Yomg'ir shoshmay tur. Yomg'ir yog'may tur, ozgina shoshmay tur. Yorim yoniga yetib olay, yomg'ir yog'may tur. La la lay, la la lay, la la lay. La la lay, la la lay, la la lay. La la lay, la la lay, la la lay. Yomg'ir yog'may tur. La la lay, la la lay, la la lay. La la lay, la la lay, la la lay. La la lay, la la lay, la la lay. Yomg'ir shoshmay tur. La la lay, la la lay, la la lay. La la lay, la la lay, la la lay. La la lay, la la lay, la la lay.
ketma ortingdan yursam bam 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 babbe bam babbe bam asalim maynonayin babbe bam shakarim maynonayin babbe bam o'zingdan ketma ortingdan yursam bam 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 Виа Маракан. Jon, Замечательная песня, мы стояли и даже хлопали, аплодировали, да? necha yil bo'ldi bu Marakanga? 10 yildan oshdi. Qarang, bir pasda 10 yil, lekin 1-2 marta tarqalib ketishi mumkin edi bu guruh, to'g'rimi? Ha. To'g'rimi? Lekin shu Abdulash ukamiz shuni sevgani uchun, yaxshi ko'rgani uchun san'atni, shu qo'shuqlarini mana shu kungacha o'zlari baribir ham harakat qilib kelyaptilar. Chunki endi baribir ham eshitganmiz, endi bu guruh ham tugab, boshqa solniy qo'shiq ham bir aytmoqchi ham bo'ldi desa, Shunaqa, so'nggi bo'ldi. qo'shiq ham chiqardik. Отдельно endi aytilaman deb ham bo'ldi. Xalq baribir shunaqa o'rganib qolgan. Yonimda qiz bilan shunaqa gruppa Via Marakani sho'x, shaddod deb bilishadi-da. O'shanga Qizsiz ham yetdingiz, to'g'rimi? qizsiz ham, lekin oyna jahonga chiqmadim, to'g'risi. Lekin Instagramlarda ko'rdim. Instagramlarda o'zim bilan qilib, ijodlar qilib, hozir ham baribir o'zim ham qilib turaman, lekin hamma anaqalarim 90%, 95% qiz bilan albatta. 10 yil bo'libdi. А клипы у вас вот отдельно, можно сказать, шедевр. Такие видео, где с юмором вы выступаете, приглашаете различных звезд, и смотреть это как маленькое кино. Как насчет клипов у вас? Klipda endi biz shu klip ishlashimizdan oldin juda ham ko'p maslahatlashamiz. Biz oddiygina shuni olib, misol uchun turib bitta joyda trek olish niyatimiz hech qachon bo'lmaganda, chunki baribir odamlarga har xillik va rang-barang narsalar yoqadi-da, va yosh bolalarga shu narsalar yoqadi. Bizani o'zi aytishadi, fishkamiz mashinasidan-da, kliplarda ham yosh bolalarni tortib olib, bir odamlarni ko'rsa, yana bitta qo'yma, shu klipni bitta ko'ring deydigan narsa bo'lishi kerak-da. Shuning uchun bu narsada juda katta ijodkorlik ishlaydi, birgalikda ishlaymiz. O'zi biz ham rosa bu maslahatlashib, mana shu narsani ashulaga mos keltirib harakat qilamiz. Mana yaqinda ko'rdim klipinglarni, o'sha o'zimizni o'sha eski mashinalardan, Moskvichda, kiyimlarda, ajoyib kiyimlarda bir men juda yoqdi menga o'zgacha yo'nalish. U qanaqa bo'ldi bunaqa g'oyalar qayerdan keldi? Biz shunaqa o'yladik-da, shu ashula yangi ashulamizni premyera qilishimizga, Instagram sahifasi orqali premyera qilishimizga mashina qattiq dedik. Mana shu umuman ashulaga teskari narsa qilaylik dedik-da. Teskari umuman shu narsa ichidagi so'zlarga qaramasdan olovdan haqida, ertak haqida odamlar kutishi mumkin deb bir xillik narsa bo'lib qoladi. Xuddi shu narsani olib qilibdi-da. Bundan ko'ra yengillik qilamiz, kostyumlarda. Azizlarni qilamiz. Kostyumlarni yengillik qilamiz. Keyin o'sha kabrioletni topishimiz juda qiyin bo'ldi-da. Moskvich kabrioletni topib, uni lekin topganinglar. Amallab topib gaplashdik. Ko'chada mashinani haydagansiz. Uni mashinani haydab bo'lmas ekan hamda ko'chada. Ha, yo'q. U chunki arxiv hisoblanar ekanda, anaqa o'sha o'tib ketgan yoshi, nomerlari yo'q. Juda ham qiynalamiz. Ko'chada endi bardan xodimlari qonun qoida hammaga rioya qilish kerak-ku. Qiynalib ketaman endi, mayli endi nimadir qilishimiz kerak edi. Bitta stankaga evakuatorda olib keldik, evakuatorda tushirib, stankada haydab oldik amalla. Ну, оригинально. Va o'zi shofyor ham aytibdi-da, o'sha Moskvichni siz qayerdan haydashni bilasiz. Men ham yoshlikda adam Moskvich bo'lgan, o'sha ham. Mana Moskvichlari bo'lgan, mana Moskvich haydaganman. Prava topshirganimda Moskvichda topshirganman mana shunda. O'shancha ko'rdim, Сколько воспоминаний, da, да? bo'ldim, o'ydan qildim. Abdulash kattakon rahmat. Tashrif buyurganingiz uchun juda ham xursand bo'ldik biz. Men o'ylaymanki, muxlislarimiz ham juda ham xursand bo'lishdi. Mana shu tez-tez kelib turinglar, har doim xursand bo'lamiz. O'zingizlarning iliq so'zinglar bo'lsa, muxlislaringizga yetkazsanglar, marhamat. Azizlar, sizlarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Agar sizlarga shu qo'shuqlarimiz bilan qanaqadir bir
kayfiyat bag'ishlagan bo'lsak, juda ham biz xursandmiz. Albatta Druja Rexga ham alohida rahmat deb qolamiz. Shunaqa ajoyib qo'shuqlarimizni sizlarga taqdim qilishga yordam berganligi uchun. Sog' bo'linglar. Rahmat kattakon. Ko'rsatuvga taklif qilganlar. Sizlarga ham kattakon rahmat. 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 Sog' bo'linglar. Bugungi mehmonimiz estradamizning yorqin yulduzlari, xalqimizning sevimli guruhi Viyo Marakan bo'ldi azizlar. Druja Rexda qolinglar. Ko'rishguncha. Qorong'u ko'chalar, ko'zida tomchilar, bekatda turadi bir go'zal, u naqadar go'zal, vujudi ham go'zal. Qorong'u ko'chada bekatda turaman, avtobus kelmasa, ko'cha esa yomg'ir, uyga qanday ketaman? Endi qanday ketaman? Pichir-pichirlab qulog'ingga sevib qoldim. Telba dema, telbamasman, kuyib qoldim, sevib qoldim. Pichir-pichirlab qulog'ingga sevib qoldim. Telba dema, telbamasman, kuyib qoldim, sevib qoldim. Bilmadim negadir hayoling parishon, ko'z yoshlaringni art, yig'lamagin hech qachon. Qora ko'zim ishon, devonaman ishon. Avtobus kelmadi, yomg'ir ham tinmadi, soyabonsiz netaman, uyga qanday ketaman? Usti boshim xor, mayli menga hamroh bo'l. Pichir-pichirlab qulog'ingga sevib qoldim. Telba dema, telbamasman, kuyib qoldim, sevib qoldim. Pichir-pichirlab qulog'ingga sevib qoldim. Telba dema, telbamasman, kuyib qoldim, sevib qoldim. Pichir-pichirlab qulog'ingga, jimir-jimirlab yuragingga, asta qarab ko'zlaringga sevib qoldim. Pichir-pichirlab qulog'ingga, jimir-jimirlab yuragingga, asta qarab ko'zlaringga sevib qoldim. Pichir-pichirlab qulog'ingga sevib qoldim. Telba dema, telbamasman, kuyib qoldim, sevib qoldim. Pichir-pichirlab qulog'ingga sevib qoldim. Telba dema, telbamasman, kuyib qoldim, sevib qoldim. Друзья Рекордс, мелодия в сердце, звук наших душ в каждом аккорде. Друзья Рекордс, Рекордс.